Nima bo'lyapti Usmon? Buni ko'rmaysizmi? Qaragin. Kafil to'g'rilaganimizda, mana steshkachi urovni to'g'ri qilib ketmagan. Hop. Bu yoqda santexnik ishlarida ham ozgina muammo bor. Biz urovga olib kafil terganman. Endi buni qara. 3,5 sm raznica beradi-da. Endi bu yoqqa nima qilish kerak? Avval kafilni kiraydan yubqa qilib, zalivka qilib, keyin kafil terish kerakmi? Qotgandan keyin yoki bo'lmasam 3,5 sm kafilni kiraydan surtib, ustidan kafil bosavergan yaxshi. Qaysi biri to'g'ri? Yana bitta narsa, bu santexnikchi akalarimizga mana shu narsani tekkizib aytaman. Mana bunaqa unitazga joy tashab ketganda yuzuk turba bunaqa burchakda emas, o'rtada tashab ketish kerak, chunki bu yoqda o'tiradigan bo'ladi. Bu yoqqa gofra bilan olib kelish juda qiyin. Ko'rib turganlardan keyin. Undan tashqari bu yoqda mana bunaqa po'lat tashab ketgan. Bu umuman noto'g'ri. Buni videoni santexnikchi akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Stashkachilar yaxshi.